Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimdek Cortex. Qarochi do'stlar, o'rtog'imning aytishi bo'yicha Minecraftda ruh chaqirib bo'lar ekan. Ruhni chaqirib bo'lar ekan. Men ishonmadim uni gapiga birinchi. Va u o'zidan kimdir yo'qolib, menga o'sha ruhni chaqirishni ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ruhni chaqirayotgan payt o'xshamadi, qo'ldan kelmadi. Lekin u aytishi bo'yicha bu bor narsa, o'xshaydigan narsa dedi. Baribir ishonmadim, lekin baribir hozir to'g'risini qilib ko'rmoqchiman-da. U aytishi bo'yicha shu qishloqda bitta jitilni uyini topish kerak-da, lekin u uy oddiy bo'lmasligi kerak. Do'stimning aytishi bo'yicha bizga Gravestone degan modni tortish kerak va u yerda mana bunaqa totem paydo bo'ladi. Voy do'stlar, mana bu totemga qaranglar, bosgan yozban bo'lmayapti. Do'stlar, qaranglar. O'zi bu totemning ustiga bossak, o'lgan jitilni nimaga o'lganligini chiqarib beradi, ma'lumotlarni chiqarib beradi. Endi biz hozir uni ruhini chaqirmoqchimiz. Uning uchun biz nima qilamiz? Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda totem bo'lsa, totemni qaranglar. Shu где-то tepadan tushib aniqladigan bo'lsak, где-то 5-10 sm yondan chuqur qazishimizga to'g'ri keladi. Masalan, men bu yerdagi narsalarni olsam, o'tda olsam, mana shu yerdan qazishni boshlaymiz. Pastgacha qazmaymiz, yonlarni qazishga tushib ketamiz, bo'ldi. O'zi bunaqa katta qazishdan maqsad bu xona qilyapmiz-da o'zimizga. Bu xonada o'zlarining kerakli narsalarini saqlashlaring mumkin do'stlar. Men bu yo'llarni qilay, qo'yib olaman. O'zlarining kerakli ingrediyentlarni saqlashlaring mumkin o'zlaring bilan va ruhni chaqirishga tushamiz. Do'stlar, o'zi bu videoni olmoqchi emasdim, lekin baribir qiziqib qoldim-da, to'g'risi. Chaqirsa bo'ladi rostdan ruhni yoki o'rtog'im qazilashganmi jitil. Shu menga rostdan qiziq bo'lib qoldi. O'zlaring nima deysizlar? Chaqirib bo'ladimi Minecraftda? O'zlaringizning fikrlaringizni kommentariylarda yozib ketishlaring mumkin izohlarda. Men hammasini o'qib javob beraman har biriga. Do'stlar, bo'ldi. Mana shu xonani qurdik. Endi Gravestone'dagi ana shu jitilni qidirishga tushib ketamiz. Bu yerdan bizga hozir spawn bilan sushi til kerak-da do'stlar. Mana bu yerdan yo mana spawner. Mana tesi sushi til bo'ldi. Spawnerni olamiz, o'rtaga qo'yamiz do'stlar. Qaranglar. Mana voy. Nima paydo bo'ldi? Voy, do'stlar. Yo'qib tashlashimiz kerak buni. Nimaga o'zi bu paydo bo'lib qoldi? Yo'q. O'lib ketdi. Do'stlar, qiyinchilik ko'tarib qo'yganmizmi deyman-da, do'stlar. Qiyinchilik tushirish kerak, tez tushirish kerak do'stlar. Merda qilib qo'yaylik, bo'ldi do'stlar. Shunday xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Bo'ldi, spawnerni shu yerga qo'yamiz. Mana bu yerlarni to'g'rilab qazib olay, kattaroq qilay. Bo'ldi, to'g'riladim. Shunday holatlarga tushmaslik uchun sizlar ham ehtiyotkor bo'linglar. Shuni oldin aytib qo'yibman. Qizil fakellarni olib qo'yib qo'yamiz. 4 tasini. Mana bu yerga 4 tasini qo'yamiz qizil fakellarni. Endi bizga yana nima kerak? Uni qidirishga tushamiz. Bu yerdan bizga yana unaqa bosh kerak bor-ku. Hozir ko'rsataman qanaqa bosh qidirayotganimni. Mana bu yerdan qidirsak, mana shu boshni bu yerga qo'yamiz. To'xtanglar. Qizil fakellarning o'rniga mana bunday narsalar qo'yib chiqamiz do'stlar. Sal adashib qoldim. Mana bunday narsalar qo'yib chiqamiz va endi boyagi kalalarni qo'yib chiqamiz bu yerga. Mana bunday. Eng muhimi mana bu tarafga qarab turish kerak-da do'stlar. Mana bularni shunday formulada qo'yib oldik. Bo'ldim, hammasi tugam deyishlarim mumkin, ammo bu endi boshlanishi. Bu yerga unaqa altarni qo'yib olamiz. Mendan mana shunaqa teparoqda turish kerak. Va endi bizga qon kerak. O'zimiz qonimiz qo'yimiz albatta, shuning uchun bizga mana bu yerdagi qizil qum ham bo'laveradi. Mana shuni bu yerda qo'yib bo'lmadi. Tepadan qo'ysakchi. Tepada turdi, bo'ldi. Turdi. Tepadan turgani yaxshi do'stlar. Endi bu yerga mana bunaqa kartinkalarni joylashtirib qo'yamiz. Muhimi ular bir-biriga yaqin bo'lib turishi kerak. Endi biz ruhni chaqirish uchun bizga u hayotda yaxshi ko'rgan narsalarni bu o'sha kartinkalarga qo'yishimiz kerak. Bu o'yinchi Minecraft o'ynaganim uchun unga nima yoqishini bilaman men. Bu yerga almazni qo'yamiz. O'sha hamma bilgandek, izumrudlarni qo'yamiz va Steve'ni boshi kerak. Steve'ni boshi. Mana Steve'ni boshini qo'yamiz bu yerga. Va bizga qanaqadir pichoq kerak. Bu yerda biz mana bunaqa
Железный pichoq qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi biz maxsus kitobni qidirishimiz kerak. Maxsus kitobni hozir ko'rsatdim qayerdaligini. Va mana uni topdik. Mana do'stlar. Endi buni mana shu altarning tagiga tashlashimiz kerak. Shuni tashlab, ruhni chaqira olamiz. Do'stlar, to'g'risi qo'ng'ishli bo'layapti. Nima? Mayli. Shuni ochish kerak, mana otdim. Ana endi vaqtga qo'yamiz taymerga. 1 2 3 4 5 6 Nimagadir vaqtini paydo bo'lmayapti-ku. Yo nimadir xato qildimmi? U tez chiqish kerak edi, to'g'risi do'stlar, mana olaylik. Men joyini almashtirib qo'ygan ko'rinaman. Izumrudni o'rniga almazni qo'yaman, almazni o'rniga izumrudni qo'yaman. Va bu yerga qonni tashlaymiz va bu yerga vaqtni qo'yib buni otaveramiz. Ana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voy! Nima? Nima bo'ldi? Voy! Nima? Voy! Nima bu? Voy! Kim? Voy do'stlar! Hey, qoch! Bu yerdan ketish kerak. Ey, do'stlar! Voy! Hey! Men oddiygina turburchak, oddiygina bir maxluqcha, Minecraft maxluq chiqam desam, bu haqiqiy hayotdagi realistik ruh ekan do'stlar. Voy! Juda qo'rqib ketyapman do'stlar. Mana o'zimning yonimdagi narsalar ham birdaniga yo'q bo'lib qoldi, qaranglar. Va kun ham qandaydir kechqurun bo'lib qolgan. Hammasi g'alati bo'lyapti do'stlar. Qani bir tushaylikchi pastga. Voy. Bu yerda lekin hech kim yo'q. To'xta. Sizlarga eshitlaring do'stlar, yo menga eshitildimi? Bu yerda qanaqadir g'alati ovozlar eshitdim do'stlar. Pastga tushaylik, mana bu yerda izimni to'lsak. Do'stlar, qaranglar. Bu yerda hozir hech kim yo'q, a? Ammo boya biz ko'rgan narsa nima edi unda? Mana shu yerda paydo bo'lgan narsa. Do'stlar, bu narsani tushuntirish ham to'g'risi qiyin do'stlar. Qanaqa holatdaligimni. To'xta. Voy. Nima bu? To'xta. Kim bu? Kimsan? Kimsan? To'xta. Men hech narsa qilmoqchi emasdim. Seni chaqirganim uchun uzr. Bo'ldi, hammamiz o'z yo'limizga ketaylik, iltimos. Meni to'g'ri tushun. Voy! Do'stlar, qochish kerak. Voy! Do'stlar. Voy! Bo'ldi. Qaytib kirma ichkariga, bo'ldi. Do'stlar, voytot. Nimalar bo'ldi? Minecraftda rostdan men bugun haqiqiy ruhni ko'rdim. O administratorlarga, adminlarga aytish kerak. Men bu yerni portlatib yuboraman. Nima bo'lsa bo'ldi endi. Do'stlar, bo'ldi. Men yana chaqirishim mumkin agar sizlar xohlasalaring. Yana shunaqa ruh chaqirishim mumkin, lekin bu safar bunaqa qo'ng'ishlisini chaqira olmayman. O'zlaring kommentariyada yozinglar. Videoga like bosinglar, aytinglar, nima haqida video olishimni yozinglar. Yoki qanaqa ruhni, qanaqa mod tortib ruh chaqirishni yozinglar. Mana bu yerda portlatamiz biz hozircha. Mana portlatdik. Voy. Bekor jitilni aytganini qilibman-da o'zi. Ha, to'g'ri fikrlayapsan deb qo'yishim kerak edi. O'zi bekor chaqiribman do'stlar. Bo'ldi do'stlar, unday bo'lsa sizlar bilan har doimlik Cortex edi. Videoga like bosib qo'ying, kommentariy yozing, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Shunaqa qilsalaring, men yana videolar chiqarishga motivatsiya olaman do'stlar va yanada qiziqarli videolar chiqaraman. Unday bo'lsa, xayr, paka.